UBS universitetiga o'qishga topshirmoqchi edik. Shunaqa. Ha, o'qimoqchi edingmi? Qo'ldan foyda, o'qishdan foyda yo'q. Sotib millioner bo'lib ketadi. Ma'lum bo'lmoqchimisan? Ha, Qo'ldan o'qishdan atmay qilmayman. Bormayman. Yo'q, qalay bo'yka, yo'lda urma. Ular achiganda sotilmadi ham bironta. Yo'q, achiganda emas u. Pishmaganidan xomizni qo'yibmiz. O'zi o'shani bo'ygan gapligiga o'qishga topshirishim kerak. Maza qilib o'qib yuradi. Suvlonga bera olmayman. Yo'q, 2,5 millionga ishlaydi bitirib turib. Biz 2,5 milliard topishimiz kerak. Qani o'qib. Shlaka blok chiqaramiz. Xitoy devori qulab tushdi-da, boshqa shlaka blokni ko'tarishadi. Men kimlar bilan gaplashib qo'ydim. 180 ta kamazda jo'natib olsang, mo'ri pul tayga qolib ketamiz. Yo'q-e? Ha, mali bo'lasan, qora. San bironta biznesga o'xshaganmi o'zi? Men yoshligimda sheribum sotgan maqsad qaqaganman. Ha, molla qalaysizlar? Bo'ykami? Men sizlarga nima dedim? O'qish kerak dedimmi? Mana natijasi. UBS. Qilichov sunnatmisiz? Tabriklaymiz. Siz UBS universitetiga o'qishga qabul qilindingiz.